Ko'ngillik o'g'ini. Assalomu alaykum, o'rmoq do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Nafis. Darsxonamga marhamat. Ana tilimiz ilibba darsining birinchi qismini boshlaylik. Salom Uyg'ur tili. Ana tilimiz Uyg'ur tilida 32 harf bor. Bunun ichida 8 so'ziq tovush, 24 uzuk tovush. Dastlabda 8 so'ziq tovushni o'rganaylik. Qanamsa darsimizni boshlaylik. Salom Uyg'ur tili. Qani menga agishib o'qinglar. A E I O U Ö Ü. Yana bir qitim o'qaylik. A E I O U Ö Ü. Yaxshi o'qinglar. Endi sal tezroq o'qaylik. A E I O U Ö Ü. Yaraysizlar. Endi yana biza tez o'qaylik. Tayyorlik boshlandi. A E I O U Ö Ü. Kolkis. Qanamsa qanchalik tez o'qiy olamiz? Sinab boqaylik. Tayyorlik boshlandi. A E I O U Ö Ü. Kolkis. Pek yaxshi o'qidinglar. Bo'ladi. Endi 24 uzuk tovushni o'rganaylik. Qanamsa menga agishib o'qinglar. V P T J Ç X D R Z J S Ş G F Q K G N L M N E V Y. Yaxshi o'qidinglar. Yana bir qitim takror o'qiylik. V P T J Ç X D R Z J S Ş G F Q K G N L M N E V Y. Esil o'qinglar. Bo'ladi o'rmoqlar, endi biroz tez o'qaylik. Tayyorlik boshlandi. B P T J Ç X D R Z J S Ş G F Q K G N L M N E V Y. Yaraysizlar. Qanamsa yana biza tez o'qib boqaylik. Tayyorlik boshlandi. B P T J Ç X D R Z J S Ş G F Q K G N L M N E V Y. Esa qanchalik tez o'qiy olamiz? Sinab boqaylik. Qanamsa tayyorlik boshlandi. B P T J Ç X D R Z J S Ş G F Q K G N L M N E V Y. O'qiy oldingizlar, o'qiy olinglarmi? Esil. Qanamsa so'ziq tovush, uzuk tovushlarni qo'shib o'qaylik. Men agishib o'qinglar. A E I O U Ö Ü B P T J Ç X D R Z J S Ş G
F, Q, K, G, N, L, M, N, Y, V, Y. Yaxshi o'qidinglar. Qanamsa, biroz tez o'qiylik. Tayyorlik? Boshlandi. A, A, E, I, O, U, Ö, Ü, B, P, T, C, Ç, H, D, R, Z, J, S, Ş, G, F, Q, K, G, N, L, M, N, Y, V, Y. Yaxshi o'qidinglar. Qanamsa, qanchalik tez o'qiy olamiz? Sinab boqaylik-a? Tayyorlik? Boshlandi. A, A, E, I, O, U, Ö, Ö, B, P, T, C, Ç, H, D, R, Z, J, S, Ş, G, F, Q, K, G, N, L, M, N, Y, V, Y. Bek yaxshi o'qidinglar, umaq do'stlar. Davomliq takror qilinglar jumum. Bo'ladi, amsa kelargi darsda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ana tilimizni qo'g'dash hammalarning mas'uliyati. Tirish saqla, ching tursaqla, ana tilimiz mangu yo'qolmaydi. Farzandlarimizning ana tilini chiqarishda azroq bo'lsin yordami bo'lg'ay.